Sizda faqat Yevropa gazi simi bor и uni stakka ulamoqchisiz. Bu holatlarda sizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Kompyuteringizga driver o'rnatilgan bo'lsa bo'ldi. Siz Yevropa gaz shuni tushayotgan bo'lsa bo'ldi. Bu yog'ini doponentini ikkitalik qilib yuborasiz. Bittasi stak bo'ladi. Bittasi Yevropa gaz. Mana bu oddiy Basico Evanslarga tushaveradi. 3 ta bitta. Mana bu doponentini ulaydigan stak uchun addinni qo'yiladi. Birinchida turgan sariqqa faqat ulanishi boshqa bo'ladi buni. Qizilga ulaysiz. Birinchida turgan sariq qizil. Ikkinchida turgan yashil esa sariqqa ulaysiz. Korishnevoy eng oxirdagisi qoraga ulanadi, o'rtaga tushadi buniki. Bu ulanish joylari boshqa. Mana. O'rtaga qora tushyapti bunda korishnevoy. Bunda esa eng chekkiga. O'shaning uchun mana bu bir-biriga tushmaydi. Oqqa yashilga ulaysiz, eng oxirida bo'ldi. 4 talik, 3 talik bitta shnurimiz tayyor. Ko'pchilik Yevropa gazga stak shnurini ulaydi. Mana bundan o'zgartirib qo'yishadi. Bularni uni o'rniga. Bu qiyinroq, ichidan uzib olib, keyinchalik tushmay qolishi mumkin. Lutchi mana bunaqa shnur qo'yib qo'ysanglar, bemalol hammasiga tushadi. Stak ko'zidan turib Yevropa gazga tushadigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bundan addini bitta kerak bo'ladi. Ustalarimiz uchun kerak maslahatlar.